bizdirmiz o'sha haqqa tavallo qilgan, lutfingni tilab o'zni tabarro qilgan. Har yerda inoyating agar bo'lsa bo'lur, qilgan qilmagan u qilmagan go'yo qilgan. O'sha biz debdi. O'sha biza Allohga valilik da'vo qilgan, do'stlik da'vo qilgan, Allohga haqiqiy bandalik da'vosidagi odam o'sha bizmiz debdi. Robbim seni lutfingni tilab, lekin o'zi gunoh botqog'iga botgan odam biza. Sendan lutf so'rayapmiz. Lekin shunga loyiq emasmiz. O'zi mana bu lutf degani, siz menga lutf qiling degani, men o'zi loyiq emasman. Shu siz qiladigan karamga men loyiq emasman. Lekin siz loyiq bo'lmasam ham menga lutf qiling deganida bu. Robbim mana shu lutfingni tilayapmiz, lekin shunga o'zimiz loyiq emasmiz. Agar sen inoyat qiladigan bo'lsang, seni inoyating qaysi joyda bo'ladigan bo'lsa bo'ladi. Ya'ni qilmaganni qilgan deb yoza olasan Robbim. Qilganni qilmagan deb ham yoza olasan. Inson amaliga suyanmasligi kerakligini yana bir marta eslatyapti-da bu ulamolar. İnson amalga suyana olmaydi. Amalga ittiko qilmay amal qil degan so'follar bo'lamiz. Ya'ni sen qiladigan amalingni qilaver, lekin bu amalingga suyanma. Mana bu qiladigan ishlarim men jannatga olib kiradi degan xayolingdan chiqarib tasha. Sen shunchaki amal qilishliging shart, o'sha amalingda Robbingni ko'proq eslab yig'la. O'sha amalni mukammal bajara olmayotganligingni e'tirof qil. Boshqa qil, yig'la, siqta. Gunohkor ekanligingni tan ol va uning oldida sajdada e'tirof qil. Mana shu ishlarni qil deyapti. Men katta ish qilyapman, mana sajda qildim, men katta ish qilyapman, ruku qildim, namoz o'qidim degan gapni xayolingdan chiqarib tasha. Bu ishlaring katta ish emas. Hali bu ishlar qabul bo'ldimi yoki yo'qmi bilmaysan. Yuzing kabi oftobu purmoya qani, zulfing kabi har shomu sahar soya qani. Bul tavbaga ul gunoh nechik ziynat emish, bu ikkisidek hamdam u hamsoya qani. Alloh taoloning diydorini umidida aytilyapti bu gaplar. Sani diydoring shunaqa to'liq nurli, jozibador, mukammal yorug'likka egasan. Bunaqa chiroy, bunaqa go'zallik yo'q, bo'lmaydi ham, bo'lmagan ham. Endi bu banda tavba qiladi-da, orqasidan gunoh ham qiladi. Hech ko'rganmisan? Gunoh bilan tavba bir joyda turishi mumkinmi? Tavba qilindimi, gunoh ketadi. Xuddi shunday yana o'sha gunoh takrorlandimi, u tavba yana ketadi.